Assalomu alaykum hammaga. Darxon do'mimiz xudo xolisi bitti. Istash ishlarini qilib berdik. Kuxna joyimiz bu. Foni to'pli bo'lib olgan. Bundan oldingi videoni qo'yganmiz. Radiatorlarimiz mokriy rangda. Dizayn shunday berilgan. Bu prashxonamiz. Sanuzul. Groy unitasi qo'yganmiz, installatsionniy. Xudo xolisi endi gips yordamchilarimiz karkas to'qib bersa, buni turli semestlarni qilib beramiz. Spanligimiz bu ikkita to'pli bo'lib, faqat oynani tegini qilganmiz bu yerda. Vertikal radiator. Hop, bu yerda shu yerdan devor qilishar ekan, biz chertoj bo'yicha qilib berdik. Xudo xolisi mana joydan devor eshik bo'ladi. Bu yerdan gips yordam devor yopib boriladi. Bu ochiq bo'ladi. Ishkobxona bo'ladi bu. To'g'rida dush yonamiz, unitas. Oxiridan shu burchagimiz edi, rakvina bo'ladi. Sushilka. Eshigimiz mana shu o'rindan bo'ladi, xudo xolisi. Kim shunaqa sifatli ishlar bo'lsa, telefon qilib xudo xolisi bitirib beramiz.